Ishingiz ko'p, lekin vaqtingiz kam. Ovqat tayyorlashingiz kerak. Demak, bu retsept siz uchun. Tez, oson, lekin hammaga yoqadigan ovqat. Ketik tayyorlaymiz. Iliq suv, 1 dona tuxum sarig'i, 2 qoshiq simichka yog'i, choy qoshiqida shakar, tuz va droj. Un bilan yumshoq xamir qilib olamiz. Tayyor xamir ustini ozgina yog'laymiz. 40 minutga olib qo'yamiz. Xohlagan go'shtdan foydalansangiz bo'ladi. Kartoshka bilan tovuqni issiq yog'da qizartirib qovurib olamiz. Bolgarskiy qo'ziqorin, piyozni to'g'rab olamiz. Oshib chiqqan xamirni ikkita zuvolachaga bo'lib olamiz. Kattaroq zuvolachani yoyib olamiz. Listga pishiriq qog'ozini qo'yamiz. Kartoshka, tovuqni terib chiqamiz. Qo'ziqorin, bolgarskiy piyoz, sabzavotlarni ham terib chiqamiz. Kichkina 4 kusok sariyog' qo'yib olamiz. Xohishga qarab svejiy pomidor yoki tomatli sous. Kichkina zuvolachani yoyib, ustini yopib olamiz. Tuxum sarig'ini surib chiqamiz. Sedana kunjut sepamiz. 180 gradusli pechga yarim soat 40 minutda pishirib olamiz. Tayyorlab ko'ring, juda mazali. Sahifamga obuna bo'ling. Yaqin o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.